Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun umuman boshqa noodatiy holda dehqonchiliklar ko'rsatishga qaror qildik. Mana bu 80 sotikdagi sabzilarimizni qarang, nima deyapti. Bu sabzilarimiz Bahodir akamga tegishli. Bahodir akam mahallamizdan. Bahodir aka so'ziga rozi bo'lib, so'zini yappan aka ko'rsatib qo'yib, bir dona so'z yedim. Mana qadrdonlar, dehqonchilik qilish mana bunaqa bo'ladi. Mana Bahodir akam o'rgatib qo'ydi mana dehqonchilik qilishni, qaranglar. So'zi kerak bo'lsa kelaverasizlar qadrdonlar. Endi so'ziga qiynalmaymiz.